G'alla yetishtirishda kuz-qish mavsumida sifatli bajariladigan tizimli agrotexnik tadbirlar mo'l hosil kafolati. G'allani mahalliy o'g'itlar bilan oziqlantirish bilan bog'liq agrotexnik tadbirlarni sifatli amalga oshirish uchun viloyatimizda bor imkoniyatlar ishga solingan. Mavzuni muxbirimiz Paxtakor tumani misolida davom ettiradi. Ekinlarning rivojlanishiga salbiy ta'sir etuvchi zararli tuzlarni tuproq qatlamidan chiqarib tashlashning birdan-bir yo'li yanvar oyida maydonlarga chilla suvi berishdir. Ilmiy asoslangan tajribadan ma'lumki, muzlama suv zararli hasharotlarni keskin kamaytirib, tuproq hosildorligini oshiradi. Dehqonlar tilida aytganda, ayni mana shu kunlarda g'alla maydonlariga chilla suvini mahalliy o'g'itlar bilan berish mo'l hosil olish garovi. Bu borada Paxtakor tumanida viloyat hokimligi mas'ullari, olimlar, fermerlar ishtirokida ilmiy amaliy seminar tashkil etildi. Seminarda kuzgi bug'doyning biologik xususiyatlari va qishloq davrida sug'orish va mahalliy mineral o'g'itlar bilan oziqlantirish agrotexnikasi haqida ishtirokchilarga atroflicha tushuncha va tavsiyalar berildi. Shu kunlarda Paxtakor tumani g'allakorlari 2026-yil hosili uchun 11700 gektar maydonga ekilgan g'allani mahalliy o'g'itlar bilan oziqlantirish ishlariga bel bog'lashgan. Shu bilan birga 10600 gektar maydonda bahorgi chigit ekish mavsumi uchun yerlarning meliorativ holatini yaxshilashga qaratilgan agrotexnik tadbirlar amalga oshirilmoqda.